Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash sohasida korrupsiyani oldini olish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilyapti. Bunda albatta yoshlarning o'rni muhim. Shu ma'noda, shu maqsadda biz rahbar va yoshlar uchrashuvlarini tashkil qilib kelyapmiz va bugun Toshkent davlat tibbiyot universitetida yoshlar bilan uchrashuvimiz bejizga emas, chunki bu dargohda nafaqat kelajakda korrupsiyaga qarshi kurashga o'zining hissasini qo'shadiganlar, balki kelajakda millionlab insonlarning hayotini saqlab qolishga hissasini qo'shadigan yoshlar, yosh avlod tarbiya topgan.